أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا سيد المرسلين وإمام المتقين وآله وأصحابه عليهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli savoqdoshlar, bugun darsimizni yana davomlashtiramiz. Bugungi darsimiz Rasul sallallohu alayhi va sallamning Alloh subhanahu va taolo tarafidan avatilgan haq payg'ambar ekanligiga guvohlik beradigan, dalil bo'ladigan, hujjat bo'ladigan dalillarining davomi haqida to'xtalmoqchimiz. Hammanglarga ma'lum, darsimizning oldingi qismlarida Alloh taolo har bir payg'ambarni dalil bilan kuchlantirganligi, dalil bilan quvvatlantirganligi, dalil isbot bilan haqligini inkor qilg'uchining inkoriga o'rin qo'ymog'iday darajada ro'shanlashtirib berganligini, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga kelgan chog'ida Alloh taolo nurg'ulg'an mo'jizalarni bergan bo'lsa-mu, bu mo'jizalarning ichidan eng mukammal, eng kuchli ta qiyomat kungachilik payg'ambar alayhissalatu vassalamning payg'ambar ekanligini davomli isbotlab turadigan, davomli ininga hujjat bo'ladigan Qur'on mo'jizasi ekanligini biz darsimizda deb o'tganmiz. Va Qur'oni Karimning mo'jizalaridan bir qismlarini so'zlab bayon qilib o'tgan. Bugun ana shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning haq va rost payg'ambar ekanligiga dalil bo'ladigan dalillardan birisi qiyomatningki alomati. Rasululloh dunyoning vayron bo'ladiganligi, dunyoning oxirisi chiqadiganligi va bu koinotga insonning qudratidan halqib chiqayotgan bir sistemini o'rnashtirgan zotning bu sistemni hamon bir kuni buzadiganligi va uning buzilishining oldida odamlarning o'zining hushini tepib, o'zining bir haqqa qayta olishi uchun bu sistemning buzilishi oldida birmuncha alomatlarning bo'ladiganligini Rasul akram sallallohu alayhi vasallam xabar bergan. Mana bu xabarlarning o'zi hem payg'ambar alayhissalatu vassalamning payg'ambarligiga dalolat qiladigan dalillarning birisi. Alomatus sa'a, qiyomatning oldida bo'ladigan belgilar va alomatlar. Alloh taolo so'zida alimul g'aybi fala yuzhiru ala g'aybihi ahadan illa man irtada mir rasul dedi. Bu ayet o Allah Teala g'aybni bilguchi. O'zining g'aybiga hech kimni Alloh Teala xabardor qilmaydi va g'aybidan hech kimni ma'lumot egiz qilmaydi. Faqat bu insonning ichidan Alloh Teala rozi bo'lgan payg'ambarligiga bildiradi dedi. Demek, g'ayb Allah'ның mutlaq sirri bo'lib, bu sirni Alloh taolo hech bir kishiga bildirmaydi ekan, uqtamaydi ekan va xabar qildirmaydi ekan. Ammo bu kishilarning ichida Alloh taolo insonlarga payg'ambar qilib, insonlarga da'vatchi qilib, insonlarga ustoz qilib avatgan kishini buning ichidan chiqarib, bularga ma'lum xabarlarni, g'ayb xabarlarni xabar berish orqali ularning payg'ambarligini isbotlasa,
hüccetini, delilini güçlendirse ve olanın Allah tarafından evetilgen hakiki peygamber ekanligini bayan kılışını Allah Teala şu arkalık kapalatlandıgan. Muhammed aleyhissalatu vesselam'nın kıyametinin alametleri Muhammed aleyhissalatu vesselam'nın kıyametinin gayb boğan alametleri bilen haber berişi hamda o alametler fakat muşu zamanda aşkar boğan alamet Resulullah'ın zamanısı yok. Tarihini körep bakıdığan bolsak ötmüşümüzde hakkında yazılgan barcha materyallarni izlab bakkan bolsak Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bergen haberler ya kögen ya aldıdan ötken ya bir tecrübe qilib bakkan iş emas. Bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın rast peygamberliğe guvalık berdi. Şundaqla kıyametning haqligiga ve o kıyametning yaqin qilib qolganligiga ham guvalık berdi. Birinci kıyametning rastligi, kıyametning yaqinlashganligi, risolatning rastligiga mana bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın kıyamet bilen haber berganligi guvohlik bo'ladi. Endi bugun o'tirg'i chiqqan, ko'ringan, oshkor bo'lgan qiyomatning alomatlaridan tuvandikichilar. Birinchi insonning ko'ngliga kechib boqmagan, inson uni tasavvur qilib boqmagan, bir odam o'ylab xiyoliga keltirib boqmagan katta ishlarning odamning aqlidan halqib ketgudek, tasavvurdan halqib ketgudek, aqlini lol qilgudek shundoq bir katta ishlarning bugun dunyoga kelishi bir qiyomatning alomatlari. Hozirgi ilm fanning kashfiyotlarida bo'lsin yoki siyosatchilarning siyosat dunyosida bo'lsin, sistemlarning hozirgi dunyodagi davlatlarningki sistemalarida bo'lsin ve ilim fen sahalarida bo'lsin, bunu shuningda yuz bergan ajoyibotlar va katta ishlar ve bu xalqaro hodisalar hech kimning ko'ngliga kechib boqmagan bu xalqaro hodisalar mayli musulmonlarning ahvolida bo'lsin yo kofirlarning ahvolida bo'lsin, buningga al-umurul azima katta ish, çoğun iş, adamның aqlini hadirib tashlaydigan, hayron qoldiradigan ish degan sifat uyg'un keladigan bu xalqaro hodisalar bo'lsin. Mana buningdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xabar bergan. Mana bular qiyomatning alomatlari birodarlar. Payg'ambar alayhissalatu vassalam لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاما لم تكونوا ترونها ولا تحدثون بها أنفسكم degan. Sizlar qiyomat qoyim bo'lmaydi, hatto sizlar shundoq bir katta ishlarni ko'rishdi ekanki, sizlar uni ko'rib boqmagan ve sizlar u ishlar bilan o'zingizga bu bo'lib qoladi deb so'zlab boqmagan bunda ishni ko'rsizlar dedi. Demak Rasul sallallohu alayhi va sallamning bu so'zida qiyomatning oldida odamlar o'zining ko'ngliga akab boqmagan, o'ylab boqmagan, so'zlashib boqmagan ve buning oldida insoniyat tarixida yuz berib boqmagan shunchalar katta ishlarningki bo'ladiganligini Peygamber aleyhissalatu vesselam haber verdi. Bu mana qiyomatning alomati va qiyomatningki yaqinlashganligini uqtirib berdi. Mana Rasululloh deganidek bugun mayli siyosat olimi bo'lsin, iqtisod olimi bo'lsin, kashfiyot olimi bo'lsin, ilm fan dunyosi bo'lsin, xalqarodagi ishlar bo'lsin, zodi insonning tasavvurini halqib ketgan, aqli yetishmaydigan mana shundoq ishlar bugün dünyada bo'lyapti birodarlar. Biz buning shohidi va biz buningki amaliy
yaşıgıçılardan birisimiz. Bu haqda ko'p gap qilmasaqmi bo'ladi. Demak, mana bu ishlardan qiyomatning yaqinlashganligini ko'rishimiz lozim. Ammo bu nimani uqtirib turdi desa, 1300-400 yil burun Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning bundaq bir ishninki bo'ladiganligidan xabar berganligi va ham 1400 yil, 300 yildan keyin amaliyotda bu ishlarninki yuz berganligi bu xabarning haqiqatan xabar beruvchininki odatdagi bir inson emasligi. Ya'ni u bu xabarni bütün g'ayibni biladigan, dunyoning sistemasida o'rnashtirgan bir zotdan qabul qilib olganligi va uni bizga bayon qilib berganligini uqtirib turadi. Ikkinchisi yalag'oyoq, hufat, yalag'oyoq, yalang'och, qo'y boqadigan chorvachilar va ularning qurilish, binokorlikda beslishishi, faxr qilishi, ko'z qilishishi. Rasul sallallohu alayhi vasallam mana buningdan xabar bergan. Hammamizga ma'lumki, bir oyoqni setib olishga ega bo'lanmaydigan, bir oyoq elib kirishga ega bo'lanmaydigan yalag'oyoq bir kishining o'zining jismini yopqudak, hamma jismini yopqudak, bedenini yapqudak, kiyim-kechakni topolmaydigan yalang'ochning yemek içmekleri de boshqalarga muhtoj bo'lib, qo'lini sunib, boshqalarning oldida bo'ynini qisib turayotgan faqirning qo'y beqishdan boshqa ishni obdan qilolmaydigan, o'xshamaydigan, qo'y beqishdan boshqa, ya'ni chorvachilikdan boshqa bir ishga yaramaydigan bunda kishilarningki, ya'ni shu sifatlar bilan sifatlanganlarningki insonlar ichidan bunda bir uyni qurilishni sedishga qodir bo'lishi, tabii shu uyni uzun igiz uylardan qilib va uningdan boshqa binokorlikda baslashib, faxr qilishib, o'zining binolarining go'zalligi, o'zining binolarining igizligi, o'zining binosininki qurilmasining puxtaligi bilan baslashib qilishi, bu bir shaxs qilam yuz bermaydi, balki shunda qo'y boqadigan yalag'oyoq, yalang'och, kambag'al nurg'un jamoatlarninki. Bu millat jihon chorvachi millat. Bu millat yezigilik bilan shug'ullanadigan millat. Bu millat jihon chorvachilik bilan shug'ullanadigan bu millat. Deyiladigan mushundaq odamlarninki binolarda baslashishi, binolarning igizligida, binolarning ko'pligida, binolarning yaramligida baslashishi hech qanday bir insonning ko'ngliga kechmaydigan bir ish bor. Lekin ish amaliyotda yuz berdi. Allah subhanahu va taolo musulmonlarga va u musulmonlardan boshqalarga zaminninki boyliqlarini echib keyin bo'libmi niftni Alloh taolo echib bergandan keyin mana qo'y boqadigan yalag'oyoq, yalang'och, kambag'al, o'zining taomini o'zi ta'min etolmaydigan kishilarning qurilishlarda baslashayotganligini biz ko'rdik. Xuddi shuning bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xabar berganidek. Va payg'ambar alayhisolatu vasallam buni qiyomatning alomatlari deb bayon qilgan. Am payg'ambarim iza ra'aytal hufatal uratal ala ru'asha yatatawaluna fil bunyan fantazir sa'a. Mana bu nima degan gap? Bu yalag'oyoq, oyoqni kiyishga petinolmaydigan, yana oyoqni ololmaydigan, yalang'och, o'zining badallarini yo'g'iyolmaydigan
namratlıqdan muhtaç, özünün qo'siqini va oilasining ehtiyojini qamdayamaydigan qo'y baqqallarning qo'saqlari to'yab, kiyim-kechakları pütüllüşüp, qo'ng'lurga oliy merkeplerini elip, hatta öydün eşip de çidirlerde olturduğun, yaylaqlarda olturduğun, tağ önköllerinin ki astıdaki yerlerde olturduğun bu kişilerin mana bugünkü günde şehirleşip, öylerini igiz silip, güzel silip, kılgallıkını kögen çağında kıyametini kütken dedi. Mana bu katta bir alamet. Bu bir katta bir alamet bu. Demek sabaqdaşlar o'ylanib bakinglar, bir oyoq alanmaydigan, kiyim kiyishga, ya'ni kiyim elishga ega bo'lanmaydigan, o'zining qo'shiqini o'zi to'yg'izolmaydigan, chorva beqishdan boshqa biror ishni qilolmaydigan shuncha oddiy turmushdagi bir insonlarning uning turadigan joyi tog', cho'l, yeydigan tomoqlari bo'lsa, shu sut, yatadigan yerleri bolsa tağninki bağrı yoki çidir öyle, minidigini bolsa nihayet bir addi işek, muşunda bir addi insanların ali öylünü, ali binalını, ali kuruluşlarını selip şunun üstüne çıkıp olduğanlığı mana bu kıyametin alameti. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mundan 1200 yıl, 1300 yıl, belki 1400 yıl burun ümmetke bugünkü gündek igizliki 1000 metre, 500 metre, 300 metre, 100 metre, hatta 50 metre igizlikteki kuruluşlarının binalının selinatkanlığından Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem haber vergen. Mana bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın peygamberliğine dalalet kılgan enek deliller bu. Üçüncüsü zuhurul kasiyatil ariyat mailatil mumilat ruusuhunne keesnimetil cimal. Mana bu hem riyallığa kalap bakıyorlar. Kiyim kiygen, üstüde kiyimi var, yalıngaç. Kiyim kiygilik, yalıngaç. Kiyim kiygilik, yalıngaç. Başkalarına mail. Başkalarını mail kılırgan, olanı özüge celip kılırgan, tatırgan, çaşları bolsa tügülerinin loksuga okşaş, ayallarının, hatullarının cemiyetki çıkışı ve cemiyetini toşkuzuşı. Bu bir kıyametin alameti de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun bilen haber vergen. Mana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem süpetligen ayallarının ahvalını düşünüşte bazı bir kıyınçılıklar var. Bu ayallar muşu ümmetinin ahısı çıkıdı dep süpetligen bu ayallarının süpetini düşünüşte bazı bir kıyınçılıklar var. Aynı zamandaki ulamalar Resulullah'ın bu hadisini şerhiligen, bayan kılgan, uç kılgan. Ama ola kanca uçuklap baksın, kanca bayan kılıp baksın, kançılık onu aydınlaşsın, ana o vakitte kim var yalıngaç durğulu kim var, onun süpüteteki özü bir naynak, mailat diyen şu ağaçını köse kölüp, yiyip, lınışıp duranmaydıgan, hem er kişini teki özüge celip kılgısı kelip, özüge ağaçtügüsü kelip, turanmaydıgan, mana şundak bir ayallarının ki, kandak meydana çıkıtkanlığını, kimi var yalıngaç halette kandak meydana çıkıtkanlığını, düşünüşte bir az kıyınçılık boğan. Çünkü sahabalardan kim, ta bugünkü gündeki 100 esrinin aldığı çilik, yoki yakın elip etsak bir 40-50 yılının aldığı çilik, ümmet bundak bir halini körep bakmaganlık için
qandamı kiyimi va yalang'och bo'ladi deb buni tushunishda biroz qiyinchilik bo'lgan. İnsan ayol kishiningki kiyimi va yalang'och bo'ladiganligining birla vaqtda qanday bo'ladiganligida hayron qoldi. Hatta mana biz shuni bizning zamonimizda ko'rdik. Ayol kishining kiyimi va lekin o ayolning jismini, bedenini, güzellikini, tininin akmı, karmı, aşını süpetlep belgedek yupkılıkını ve o cisimni aşkarlap birdiğanlıqını, igiz yerleri igiz, fes yerleri fes, tom yerleri tom, inçki yerleri inçki halette aşkarlap birdiğanlıqını ya ki bu kiyimlerinki köp ama qisqa ekanligini shundoq tafsir qilgan. Ya bu ayollar ba'zi yerda kiyim kiygilik yalang'och va ba'zi yerlarda kiyim kiygilik, yana ba'zi o'rinlarda yalang'och. Bu ayollar mailatun mumilat. Mailatni yana sharhlab ba'zanlar to'g'ri tuz yo'ldan mail bo'lib ketgan, chiqib ketgan, to'g'ri tuz yo'ldan chiqqan, istili buzilib ketgan mumilat jasadida, tinida mail qilgan. Hatto qanda, hatto o'zining tinini mu ekkanki bu ayollar o'zlariga oyoqlarida igiz pashnalarni bikitib, bir taylig'in bir tellerimizdeki igilengilik, maillik, mükemmel bo'lsin bir igiz pasyalarni obdan chiqirli deb o'shundoq igiz pashnalarni bikitgan. Mana bu ayollar mushu xil igilengilik bilan nurg'un yoshlarni o'ziga mail qilgan va ularni o'zininki fitnalar bilan ozdurgan. Başları bolsa tügünün igilip tuğuçu lokularga o'xshash, yani tügülerinin igilip tuğan lokularga o'xshash. Mana biz onu dünyada ko'ryapmiz. Endi bu ulamalar bu sifatni sifatlashda biraz qiyinchilik tortgan bo'lsa, biz qiyinchilik tortmayapmiz. O'quvchilar hammaga ma'lum. Biz bayamda o'qu. Kasiyat kiyimi va kiyim nefis yupqa onun bedellerini ayni ko'ksitadigan, hatta bedenideki tüki, bedenideki aqarlıqı, bedenideki igiz pes yeri hemmini ayni ko'ksitadigan. Amma kiyim ba. Ayni kiyim ba. Kiyim ba mı? Kiyim ba. Kiyim kiygilik. Amma kiyimning roli nimeydi? Nima uchun ketdi? Şu bedenini yapmakçı, eybini yapmakçı ve bedeninki igiz pasiyelerini yapmakçı, bedeninin süftini yapmakçı. Ama o uçuk ve aşkara. Mailat tüz yoldan teqi çıkartken, hak yoldan teqi çıkartken, başkalarını özüge davamlı, özü teqi başkalarına mail olap durduğun, kaş kapaklarını etip durduğun, başkalarının özüge teqi mail durduğun, Çaşları bolsa tügülerinin lokusuga o'xshash ki o çaşlarını büdürük qilgan, buyugan, her narsa qilgan. Mana shundoq ayollarninki dunyoga kelganligi. Bu Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin sözünü Allah Teala o peygamberimize bu g'aybni aytib berdi. 1400 yıl burun aytib berdi. Mushu sözünü rastiga chiqarish uchun biz bu zamanda ko'ryapmiz buni. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu haqda sinfan min ahlin nar lam arahuma degan. İki türlü kişi var. Kimden? Davzah ahlidan. O'tga kirdiganlar deydi. O'tga kirdiganlar. Davzah ahlidan. Lam arahuma. O iki türlü kişini men ma zamanda ko'rmadim. Yani bu zamanda yok. Bunda adab, ahlak, fazilet zamanında, ilim, marifat zamanında, ahlak zamanında,
adalet zamanında bu yok deb Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem xabar berdi. Birincisi, özlerinde kalının kuyruklarına okşaydıgan kamçı va adamlar. Bunun bilen adamlarni nahaq dumballaydı. Mana bu hem cemiyette zulümnin, cemiyette nahaqçılıkның, cemiyette kişilerini bir adım bakka urup sokap buzak etişninki umumlaşıdığanlıqını Resulullah aynı zamanda haber verdi. Bugün kürvatımız kuçularda, dokmuşlarda, yollarda, öylerde çarlaş elip beriş arkalık kişilerin neha, günahsız şu yukarıdan dedi. Bizge şunda kılınlı dedi. Biz şunda kılışqa buyruk kılındı. Hem de bizde amal yok. Kılıdığan vazifemiz şu dep adamlarını urgılı kamçıga okşagan, kalının kuyruklarına okşagan kamçılarını kötürep mangan kişiler. İkincisi kiyim-keçek kiygen, yalang'aç, öze haqdan mail, haqni bu haqdan takım mail qiladigan, o'ziga mail qiladigan, boshlari tuguninki egilib ketgan lo'qillarga o'xshash bundaq kishilar. Bular jannatga kirolmaydi va o jannatning puroqlarini topolmaydi deb Rasululloh xabar berdi. Demek mushu ikki turlik ishni Rasululloh lam arahuma, men uni ko'rmadim. Bu bizning zamonda yo'q, biz yashayotgan davrda yo'q dedi. Ammo bo'ladiganligi bilan xabar berdi. Mana bugun aşı Rasulullah deganning ayni deganning o'zi butun jamiyatni qopladi. Ayollarning holi shu. Bu nimaga dalolat qiladi? Bu Payg'ambar alayhisolatu vasallamning haqiqatan Allah tarafidan kelgan bir haq payg'ambar ekanligiga bu dalolat qiladi birodarlar. Mana bu hadis dalolat qildi. To'rtinchi birisi nutqul jamoat, cansız narsalarning so'zlishi, cansız narsalarning ovoz qilishi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam innaha amaratun min amarati bayna yadis sa'a aw shakar rajul an yakhruja fala yarji'u hatta yuhaddisuhu na'la wa sawtu ma ahdasa ahluhu min ba'dihi degan. Bu kıyametning oldidagi alomatlaridan bir alomat. Bir odam uydan chiqib, uyga qaytib kelishga yaqin bo'lmaydi. Hatto o odamning oyig'i, qamchisi o uydan chiqayotgandan keyin oilasini nima ishni qilganligini so'zlab berdi dedi. Demak, bir kishi uydan chiqadi. Uydan chiqib, uyga kiradi. Kirib bo'lgan kirgichilik oyliqda o adam uydagi oila bola chaqalarining, ahli ayollarining, xotin farzandlarining nima ish qilganligini xabardor bo'la oladi. Uni uqalaydi, uningdan ma'lumotga ega bo'la oladi deb Rasul akram sallallohu alayhi vasallam sirtda turib uydagi narsalarni, uydagi ahvollarni, uydagi xabarlarni bilgilib bo'ladiganligini payg'ambarim nima qildi, xabar berdi. Endi bugun na'lga kelsak, na'li degan bu jimat, bu jonsiz narsa. Qamchichu bu jonsiz narsa. Hech kim jonsiz narsaning so'zlaydiganligini o'ylab boqmagan. Jonsiz narsalar amaliyotda so'zladi, ammo oyoqning qandoq so'zlaydiganligi yoki qamchininki qandoq so'zlaydiganligi o adam öyden chiqayotgandan keyin oilasida yuz bergan narsani qandoq so'zlaydigan kelsak, bu qandoq bo'ladi desa, mana hozir inson o'zining qo'lida ko'tarib yursa, uningga ovozlarini, uydagi gap so'zlarini yo uyining boshqa yerlerdagi gap so'zlarini nima qilib turadigan, yetkazib turadigan uskunalar ijod qilindi, kashf qilindi. Mana bu orqali bo'ladi bu. Mushu orqali bo'ladi. Endi faqat buni bir qamchining shaklida
ko'tarib minish oson bo'lsin uchun yoki bir haqli kirib olmaslik uchun oyoqning ichiga yasalsa mana qamchi. Demak shu inson hozir kashfiyot mana inson o'zining qo'lida ko'tarib mangsa uningga u uydan chiqayotgandan keyin oilasi paydo qilgan ishlarni so'zlab nima qilib beradigan xabar beradigan ahvolini yo'tkab beradigan uskunalar hozir ijod qilindi. Faqat bu bir qamchiqning shaklida bir ko'tarash oson bo'lsin uchun qamchining shaklida qilinish yo bir odamlar ko'rmas uchun oyoqlarninki ichiga yasilish bu qolib qoldi. Unimi hasining bir uchiga yoki oyoqninki kuralmaydigan bir yerga o'rlashtirish mumkin. Ammo bugun bo'ldi birodarlar. Bugun insonlarning terilarining aralariga, bugun odamlarning sochlarining aralariga, bugun odamlar o'zining qalamlariga, bugun hatto kiyayotgan kiyimining tugmalariga o'rlashtirib qo'yib, kameralik ana shu narsa bilan u o'zining uyidagi, shirkdagi, har yerdagi narsalarni ko'ra oladigan, anglay oladigan mana bu holga bu yetdi. Demek Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın sözü şekilde, qamchi şeklide yoki oyoq şeklide degan bo'lsa, ammo ma'nan jonsiz narsalarning so'zlaydiganligi. Jonsiz narsalarning insonning oilasidan, insonning shirkatidan, insonning boshqa yerlardagi narsalarni unga xabar berayotganligini Peygamber aleyhissalatu vesselam bayon qilib bergan. Bugun dunyo ana shundoq texnika, elektron uchur davrida yashayotibdi mana. Uydagi narsalarni aynan ko'rgani bo'ladi, anglagani bo'ladi. Dunyoning qayerida bo'lsin, kichikgina bir bug'doychilik yoki qo'noqchilik bir kamerani o'rlashtirib qo'yib, uni hammani kuzatgani bo'ladi. Hatto bugun ko'cha choylaydigan kishilarni o'zininki iznakka o'xshagan maydalarga taqab qo'yib ma'nodan bo'lib ketdi. Beşincisi ilimning kitib qilishi. Beşincisi ilimning azlishi, ilimning kitib qilishi. Yer tavrashtininki ko'p bo'lishi, zamonning, ya'ni vaqtning qisqa, bir-biriga yaqin bo'lib ketishi, fitnalarning oshkora bo'lishi, binolarning egiz bo'lishi. Bu ham qiyomatning alomatlari. Endi ilimning ketishi bu ulamolarning ulushi bilan va u ulamolarning izini bosadigan kishilarning bu basliq bilan bo'ladi. Bugun dunyoda yetishgan, yetuk ulamolar nihoyat oz birodarlar. 10 emas, 100 emas, 1000 emas, 100 ming emas, hatto million insonga bir tal yetuk, pishqon, ijtihod qila oladigan ulamo yo'q deyarli. Vatanimizga qaraydigan bo'lsaqmi, vatanimizda million odamga, hattoki million odamga bir tal ulamo. Eng tuvanda necha 10 ming, necha 100 ming odamga bir tal ulamo qatqaqlab. Endi bu ulamo desa islom ulamolarini, din ulamolarini maqsad qilamiz. Bo'lmasa bugun insonlar dunyo jihatdagi ulamolardan yetishib ketdi, nurg'un ko'p bo'lib ketdi. Bu qaddallal hadis ala zalik. Bu hadis mushuning dalolat qildi. Din ulamolarininki nima qilishi, azlashida. Yer tavrashning ko'pligi. U yer tavrashning ko'pligini ko'ryapmiz va uni mushu kunlarda anglayapmiz buni. Vayron qilg'uchi xarakterlik yer tavrashdan u davlatda yer tavridi, mancha odam o'ldi, manchilik uy yiqildi, manchilik iqtisodiy ziyon bo'ldi, manchilik balo qazo bo'ldi deb bu har vaqt gazet, ro'ynal va boshqa har turli
axborot vositalarida biz bugun kuzatadigan bo'lsak, ta'qib qiladigan bo'lsak, yer tavrash haqidagi xabarlarning nihoyat ko'pligini biz bilamiz. Zamonning yaqin bo'lishi-chi, vaqtning yaqin bo'lishi-chi degan, ya'ni kunlar o'taveradi. Ka'annaha sa'atun qalila, xuddi bu kunlarimidir az bir soatlardek o'tadi. Endi buning sababi nima? Va sababu zalika kasratul ahdas. Buning sababi zamonning ozlayotganligini, ya'ni vaqtning oz qilayotganligini his qildiradigan voqealarning ko'pligi. Xuddi qiladigan ishchi, otilgan mas'uliyatchi bugun maishni qilay desang, o ishning to'pisidan yana bir ish, xuddi go'yo bir vaqt yetishmagandek, kun yetishmagandek, odam shu ishni qilmasa bo'lmayotgandek shunday qilib ketish. Qachon sen mashg'ul bo'lsang bir ishqa, u o'tib ketadi soat, xuddi bir necha minutdek o'tib ketadi. Ammo bakovlab qolsang vaqtning uzunligini his qilasan. Masalan, bir bakovlab qolsak kun o'tmagan. Ammo bir ishqa mashg'ul bo'lib qolsak, shundoq vaqt chiq. Allohu alam. Endi bizning bu zamonimizning kunlari ishli bilan to'shab ketganlik. Bu vaqtning tez o'tayotganligini uqtirib turdi. Demak, vaqt shunda qisqaki, qiladigan ish ko'p, qilmoqchi bo'lgan ishlari ko'p. Oila ishi bo'lsin, shaxsiy ish bo'lsin va boshqa ish bo'lsin, qiladigan ish ko'p, vaqt oz. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buning bilan xabar bergan. Fitnalarning oshkor bo'lishi, ya'ni odamni dinidan ozdiradigan fitnalarning ko'p bo'lishi va u fitnalarni e'lon qilishda, oshkorlashda uni fitna ko'p bo'lishi bilan birga nima u fitna desa shundoq oshkora uchoq bo'sha. Ammo binoning egizligiga kelsak, siz 50 yilning oldidagi joylaringiz bilan bugungi kundagi qo'ro joylarining o'rtasini solishtirib baksangiz, qandoq uzayganligini, ya'ni binolarning egizlashganligini solishtirib baksangiz, mana buni bila olasiz. Mushuning hammasini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la taqumas sa'a hatta yuqbazal ilm deb xabar berdi. Qiyomat ilm tatib ilinmay turib, yer tavrashlar ko'p bo'lmay turib, zaman vaqt yaqin bo'lib ketmay turib, fitnalar oshkora bo'lib ketmay turib, odamlar qurilishlarda baslashmay turib qiyomat bo'lmaydi degan. Mana bugun qaraydigan bo'lsak, mushunatlarning hammini biz ko'ramiz va ko'ryapmiz. Aziz qarindoshlar, hamda har bir sizlarga vasiyat qiladiganim o'ylanish, tafakkur qilish. Bu Rasululloh xabar bergan xabarlarni real nuqtadan qarashtirganlarni men nima qilaman. Mana bu qiyomatning alomatlari. 6-qiyomatning alomatlari xos kishiga salom qilish. Ya'ni salomni xoslashtirib olish. Tunug'anga, bilganga salom qiladigan, tunug'an bilmaganni salom qilmaydigan. Tijoratning umumlashishi. Hamma odam tijoratchi. Pul topsa, jon boqsa, turmush qamdisa va hokazo. Urug' tuqqanchilik munosabatning uzilishi. Abi urug' tuqqanni hatto ota-onasini yo'qligida vaqt yo'q. Ota-onasini yo'qligida vaqt yo'q. O'qish ko'p. 15 yil, 20 yil sistemlik o'qiydigan, maktabdan maktabga, universitetdan universitetga aqlaydigan, yolg'on guvohlik, soxta guvohlik, mana bu shular. Taslimul xossa, hamda xos kishilarga salom qilish degan, u inson salomni xohlagan kishilarga xos qilib olishi. Tijoratning kengib ketishi, qalamninki umumlashib ketishi, ya'ni qalamni ko'p ishlatadigan hammani yozib. Bu hamda o'qish va yozishning ko'pligiga dalil. Mana buning hammasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisida keldi. Payg'ambarim inna bayna yadas sa'a taslimul khas va fushut tijara hatta tu'inul mar'a zawjaha ala tijara dedi ya.
Bu qiyomatning oldida xos kishilarga salom qilish. Tijoratning umumlashib ketishi va hatto ayol kishi eriga yordam berib turibdi tijoratga. Erlari ishlab oilani beqib bo'lanmay, erlari ishlab iqtisodni qamdab bo'lanmay, xotinmi ishlaydigan, xotinmi pul topadigan, tijorat qiladigan, bozorga chiqadigan. Urug' tuqqanchilik munosabatni uzish, qalamninki umumlashib ketishi, ya'ni o'qish yozishning, yolg'on guvohlikning oshkor bo'lishi, haq guvohlikni yo'shirish. Hammadan yolg'on guvohlik beradigan, haq guvohlikni yo'shiradigan bu ishlar mana bu qiyomatning oldi. 7-si zinoning ko'payishi, haroqni ichishning ko'payishi. Zina oshkora, uymu, talamu, yataqmu, nega basan zina fahishi uçuq, mubah davlatlarning, jamiyatlarning qonunlari tarafidan e'tirof qilingan zina xonalarini ochsa, fahish xonalarini ochsa bo'ladi deb aroq xonalar seningan, aroq o'rinlari ochilgan. Yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisida inna min ashratis sa'a an yurfa'al ilm. Haqiqatan qiyomatning alomatlaridan birisi ilmning ko'tarilishi, nodonlikning ko'p bo'lishi, zina ko'p bo'lishi va aroqni ichish ko'p bo'lishi dedi. 8-si jazoni bilan muomala qilishninki umumlashishi. Payg'ambar alayhisalom la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala riba faman lam ya'kulhu asabahu min g'ubarihi degan. Cho'qim odamlarga bir zaman keladi. O zamanda insonlardan hech kim qolmaydi, faqat jazoni yeydi dedi. Her qanday adam jazoni yemaydi. Jazonining iste'mol qilmay qolmaydi, hammasi jazoni bilan shug'ullanadi. Yemaganlarmi uningga jazonining buxorlaridan, ya'ni tutunlaridan yetidi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xabar bergan. Mana haqiqatan bizning zamonimizda shu banklar orqali, bank yo'llari orqali va uningdan boshqa yo'llar orqali jazoni bilan muomala qilish umumlashib ketdi. Gerçi biz jazoni bilan muomala qilmaydigan islomiy banklarning oshkor bo'lganligini ko'rsakmi, ammo bank sistemasi aslan islomning dushmanlari tarafidan kelganlik uchun butun olamda bu jazoni bilan shug'ullanish o'rnashib ketdi. Ming afsuski islom olimida jazoni bilan shug'ullanmaydigan banki chiqdi deyish bu bir musibat. Aslida islom olimida jazoni bilan shug'ullanmaydigan banka emas, jazoni bilan shug'ullanadigan banka mavjud bo'lib qoldi deyish bu bir hayron qolarlik xabar edi birodarlar. Ana Allah subhanahu va taoladan mana bu shundoq islom banklarining ko'p bo'lishini so'raymiz. 8-si talaun bilan, ya'ni bir-biriga la'nat qiladigan, la'nat qilish bilan salomlashish. Bu bizning mahallamizda bor. Sad gap qilib turib salomlashish. Voy undaqchi, voy mundaqchi, voy to'kunchi, voy pustonchi deb aşı chi bilan chaqiradigan ishlar bor. Bu talaun bilan salom qilishish, erlarning ayollarga o'xshishi, ayollarning erlarga o'xshishi bu qiyomatning oldidagi alomatlar. İslam güzel salam bilan ve güzel cevap bilan javobga, güzel salam ve güzel javobga boriydi. Salam qilganda güzel salam qilish, javob qilganda güzel javob qilishga boriydi. Mana shunda bo'lgan musulmonlar, hatto bizning zamonimizda boshqalarga la'nat bilan salam qiladiganlar maydon keldi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam deydi: "La tazalul umma ala shari'atin hasana ma lam tazhar fihim salasun." Ummat ularning ichida 3 turli ish oshkor bo'lmasa, güzel şeriatning ustiga davom qilgan bo'ladi. Birinchi, ulardan ilm tatib qilinmasa, ularda zina balasi ko'paymasa, ularda saqqarullah oshkor bo'lmasa. Sahobalar masaqqarun dedi. Saqqarullar nima?
Peygamber Aleyhisselam zamanı ağızda bulunduğun bir evlat bula. Onun salamı arasındaki uçraşkan çağda talağın buludu, birbirine lanetleş buludu. Demek hiç kandak bir adam erli kişinin ayalga okşaydıganlıqını ve eksiçe ayal kişininki erli kişiga okşaydıganlıqını tasavvur kılmagan. Hatta biz mana bundaq bir musibetki duç geldik bu zamanda. Lekin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlege bunundan haber verdi ve Allah Teala Peygamber'in 101 qannatlarını içip verdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam min alamati iqtirabis sa'a teşebbuhur rical bin nisa ve nisa bil rical. Kıyametning yakınlaşkanlarının alametlerinden birisi erlerinin ayallarga, ayallarning erlerge okşuşu. Bu okşuş nime dediyse bu okşuş kiyim kechakda. Ayalninkini kirdigan, ayal erninkini kirdigan. Bu okşuş nimede? Hizmette. Ayal hizmette beraber okşaş hizmet kılsa buludu deydigan. Bu okşuş nimede? Bu okşuş hatta ten kuruluşta da okşuş boğun ki bugün kişi ayal kişiga özgürdigan, ayal kişi kişiga özgürdigan, erle ayal, ayalla buludigan. Mana bu şundaq bir hal duch keldik. Bu hem kıyametning alameti. 9-incisi haqning ustida oshkori bo'lgan bir toifaning bo'lishi. Fasodchilik qanchalik ko'p bo'lsin, Alloh subhanahu va taoloning hikmati haq ustida bir turkum kishilarning, bir toifa kishilarning oshkori holatida, oshkori bo'lgan holatida qolib qoladiganligini xohladi. Bular insonlarga Allah'ın diniga da'vat qilish bilan hujjat tug'izdi. Va Allohning kitobi Rasulullahning sunnatiga mustahkam esladi. Mana biz uni hozir ko'ryapmiz buni. Hech qanday bir yer yo'qki, u yerda Allohning dinini oshkorlaydigan, Allohning kitobi va Rasulullahning sunnatiga chin esladigan bir kishilar. Hozir dunyoning qanday bir yerini tekshirsangiz, ya iniqlasangiz, ya basınız, chuqum yerda haqning ovoz chatqachisi, haqning xizmatchisi, haqning ayni shakli bo'lgan bir turkum insonlar bor. Dunyoda hamma yerda bor. Buni musha haqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin min ummati alal haqq zahirina la yadurruhum man yahzuluhum hatta ya'ti amrullah. Mening ummatim ichida haq ustida oshkori bo'lib turadigan, haqning ustida ko'rinib turadigan, qolislar haqligi, qolisa haqning ahli ekanligi, qolislar haqni qilganligi, haq yo'lda manganligi chiqib turadigan bir turkum ummatim davomli bo'ladi demoqchi bo'ladi. Ularni tashiyotgan, yordamsiz qo'ygan, g'ayvetini qilgan, sepini arvagan kishilar ziyon yetkazolmaydi. Ta Allah Teala'nın emri kıyamet kılıdı. Demek kıyamet günlük hakkını sürüdüğün adamlar. Mana bu yukarıda biz diginimiz minnin içindeki birse, köpnin içindeki eze. Onun bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 1400 yıl burun haber verdi. Bu ne mi nokturup durdu? Bu Resulullah'ın peygamberliğinin rastlıklarına nokturup durdu. Ve o peygamber aleyhisselamın bizlige agalandığı ekanligi, bizlige qattiq azapning oldida bishorat beruvchi ekanligini uqtirib turadi. Biz qiyomatning alomatlarini bugun ko'rgandek, ata ham ko'ramiz. Chunki uning bilan xabar bergan kishi bir o Sadiqul Masduq Muhammad ibn Abdullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muşu yukarıdaki sözler bilen kıyametinin aldığı bulunduğun haberini berse, şu ahval bugün eyni buluvatkan bulsa, yeni biz aşının ahvalini yeni kıyamette Resulullah bergeninde körümüz buraderler. Demek yukarıdaki delille
yuqoridagi hadislar, yuqoridagi hujjatlar Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamning haqiqatan Alloh tarafidan avatilgan payg'ambar ekanligida shak qilmaydigan bir faktni bizga o'tirib qo'ydi. Demak, shuningda o'ylanish, buningda tafakkur qilish, bu Rasulullohning hadislari bilan jamiyat, hodisa, voqelik har bir narsani kuzatish, qarash va uning bilan payg'ambar alayhisolamning qanchalik rostligi, olib kelgan yo'lning qanchalik rostligi, bergan xabarlarning qanchalik rostligini uqish bilan biz ikkinchi bir kunimizga tayyorlik qila olishimiz lozim. Mana bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarligiga dalolat qilgan dalillarning birisi. Bugun darsimizni shu yerda to'xtatamiz. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Alloh taolo hammamizni shu yuqoridagi dars bilan manfaatlanishni nasib qilsin va bu darsimizni davom ettirishni nasib qilsin. Rahmatga ya rahmanir rahim.